Farzandingiz yolg'on gapiryaptimi? Uni darrov jazolashga shoshilmang. Bu o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi, uning ortida 3 ta psixologik sabab bor. Birinchisi qo'rquv. Agar uyda jazo choralari juda qattiq bo'lsa, bola o'zini himoya qilish instinkti bilan yolg'on gapiradi. Masalan, sindirib qo'ydingmi degan savolga qarshi yo'q deb yolg'on gapirishi mumkin. Ikkinchisi tasavvur dunyosi. 3-5 yoshli bola fantaziya juda kuchli bo'ladi va o'zi o'ylagan narsani haqiqat deb biladi. Asli bu yolg'on emas, ijodiy fikrlash. Uchinchisi e'tibor etishmasligi. Bola ota-onasiga g'ayritabiiy hodisa haqida gapirsa, ota-onasi unga e'tibor qilishini bilib, unga yolg'on gapirishi mumkin. Xo'sh, nima qilish kerak? Bolangizni haqiqatni aytgani uchun uni rag'batlantiring. Sen to'g'ri aytding, to'g'ri aytganing uchun rahmat degan rag'batlantiruvchi so'zlar bilan uni undashingiz kerak bo'ladi. Shunda bolani haqiqatni gapirishi uning uchun yaxshi ekanligini tushuntirgan bo'lasiz. Sizningcha bolalarni yolg'on gapirganda uni jazolash kerakmi yoki to'g'ri tushuntirish kerakmi? Fikrlaringizni izohlarga yozib qoldiring.